erim xiyonat qilsa ketmayman debsiz, g'ururingiz yo'qmi deb oxirgi paytlarda kommentariyamda juda g'ururli ayollar paydo bo'lyapti. Nima qilay? Erim xiyonat qildi deb ketib qolib sizning eringizga ikkinchi xotin bo'laymi? Yo birovga o'ynash bo'lib nomim qog'oga chiqsinmi? Yoki ko'chada ko'ringan darmayib etagimga osilib, nimaga desa bu baxtiqaro beva eridan ajrashganda bunga eri mehri kerak deb ko'rgan erkak menga yopishsinmi? Nima bo'lsin? Yoki bolalarimni boqolmay qiynalib, otasiz qilaymi? Hech kim ertaga aytmaydi. "Oh, mana u ayolning g'ururi baland ekan. Eri xiyonat qilganida ajrashib ketdi. Mana" deb yuksakka ko'tarmaydi. Ahmoqda tinchgina turgan oilasini buzib, bolalarini yetim qilib, mana boqolmay xor bo'lib yuribdi deb ko'rgan ayol yomon qaraydi. Mani erimga shu o'ynashmaslikin, mani erimni ko'zdan aytgan ekanmi deb. Mayli, sizlarning fikringizcha men g'urursiz bo'la qolay, lekin oilam tinch, bolalarim ota-onali, nomim esa boshida eri bor.